Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun Hoylamdagi kepinak degan hikoyani anglab boqaylik. Bahar keldi. Ana bola ikkovlan hovlisiga chiqib, chiroyli ichilib ketgan gullar, yop-yeshil, yumron yupurmoqlar bilan go'zallashib ketgan hovlisiga qarab xushallanib o'ltiradi. Dal shu vaqtda qayoqdandir yo'g'on bir kepinak uchib keldi. Ham hovlidagi osh ko'ki yupurmoqining ustiga qo'ndi. U qarlig'ash quyruqliq chiroyli kepinak edi. U yupurmoqning ustida badanini egib, quyruq tarafini yupurmoqqa tekizib bir oz jim turdi. Undan keyin boshqa bir yupurmoqqa yo'tkilib, yana o'xshash harakatni qildi. Yana bir yupurmoqqa yo'tkaldi. Shu tariqada u yupurmoqdan bu yupurmoqqa yo'tkilib, badanini egib, quyruq tarafini yupurmoqqa tekizib bir oz turgandan keyin uchib ketib qoldi. Bayatından beri kepinekning harakatiga qiziqib, ko'rib turgan kichik qizchaq kepinek uchib ketishi bilan yugurib berib, heliqi yupurmoqlarga qaradi. Har bir yupurmoqning ustida kichik oppoq shariqcha paydo bo'lib qolgan edi. Bu bayqi uchib ketgan kepinekning tuxumi edi. U yupurmoq ustidagi tuxumlarni sanab ko'rdi. Jam'i 38 tal tuxum paydo bo'lib qolgan edi. Shuningdan keyin 5 kun vaqt o'tdi. 5-kuni heliqi tuxumlar yerilib, uning ichidan kichik tukli qurutlar chiqdi. Lekin ba'zi kepinekning tuxumlaridan teshilib chiqqani tukli qurut bo'lmasdan, balki kichik hari bo'ldi. Asli ana hara bu tuxumning ichiga o'zining tuxumini tug'ib, o'zining hari lichinkisini shu kepinekning tuxumining ichida cho'ng qilganlar ekan. Shunda qilib 38 dona kepinekning tuxumidan haqiqiy yetilib tukli qurut bo'lib chiqarganlari oralla 18 dona bo'ldi. Bu kichik tukli qurutlar endi yumron yupurmoqlarni yeyishga boshladi. Lekin qayoqdandir marab turgan bir chumila kapli qilib bir tukli qurutni tutdi-da, uni yemakligiga aylantirdi. Yana bir yerda marab turgan bir o'michikmi bir tukli qurutni tutib oldi-da, uni yemakligiga aylantirdi. Tuxumdan chiqib 4 kun bo'lganda bu tukli qurutlar tunji qitim teri tashladi. Ular burunqi oldidan xilli yo'nab qolgan edi. Birinchi qitimliq terini tashlab bo'lgandan keyin yana 3 kun o'tgandan keyin ular ikkinchi qitimliq teri tashladi. Bu vaqtda ular texmi yo'g'inab, shaklimi bir oz o'zgarib qolgan edi. Bu vaqtda tukli qurutlardan aran 9 yil saq qolgan edi. İkinci qitimliq teri tashlab bo'lib, yana 3 kun o'tgandan keyin ular 3-qitim yana teri tashladi. Bu vaqtda ularning badani texmi yo'g'inab, rangimi sal suzuklashib qolgan edi. Dal shu vaqtda qayoqdandir qo'rqinchli bir hara bum qilib uchib keldi-da, tukli qurutni yemoqchi bo'ldi. Cho'chib ketgan tukli qurut darhol sapsariq munguzini chiqardi. Uning munguzidan bir xil puroq taralatdi. Tuyuqsiz taralgan bu xil puroqdan cho'chib ketgan hara tukli qurutni yeyishdan voz kechib, uchib ketib qoldi. Bu yerda bo'lsa, qursiqi ichib ketgan bir yochivak tukli qurutni marab ishtay saqlab turadi. U bir fursatdan foydalanib, apchilik bilan kapli qilib tukli qurutni tutib oldi. Tukli qurut shu aman sapsariq munguzini chiqarib, uningdan puroq chiqarib, qochib ketmoqchi bo'ldi. Ammo yochivak uni hargiz qo'yib bermadi. Yana 3 kun vaqt o'tgandan keyin bu tukli qurutlar 4-qitimliq terisini tashladi. Endi ularning badani ko'rinarli darajada yo'g'inab ketdi. Bu vaqtgacha saq qolgan tukli qurutdan aran 3 dalla bor edi. Bu yo'g'inab ketgan qurutlar endi yupurmoqni toza jiq yeydigan, cho'ng taratni toza jiq qildigan bo'ldi.
4-нче кытымлык терисini ташлагандан кийин yana 7 kun vaqt o'tdi. Bu vaqtda qurutlar yupurmoqni yemasdan va harakat qilmasdan bir necha soat jimjit turdi. Ondan keyin sup-suyuq taratni chiqargandan keyin yer yuziga tushib, aldirash qayoqqadir yo'tkalmoqchi bo'ldi. Yer yuzida aldirash ketayotgan bir qurutqa cho'millar to'plashib hujum qildi. U qurut shuncha tirishgan bo'lsa-mu, cho'millarning hujumidan o'zini saqlab qola olmadi. Endi faqat 2 talla qurut saq qoldi. Bexatar holda o'zlari nishonlagan o'simlikning yeniga yetib kelgan bu 2 tal qurut o'simlikning qo'liga yamishib chiqdi-da, og'zidan yeb chiqarib, o'zining badanini o'simlikka tushib ketmaydigan qilib mahkam bog'ladi. Atisi qurutlar badanini heli qisqartib, heli uzartib harakatlandirdi. Shuning bilan qurutning terisi dumbi tarafidan yerildi. Ham ichidan sarg'ush yeshil rangda g'o'zak paydo bo'lib chiqdi. Bir oz vaqtdan keyin bu g'o'zakning rangi sarg'ush bo'lib o'zgardi. Shu tariqada 2 hafta, ya'ni 14 kun vaqt o'tdi. G'o'zakning biridan tushuk ichilib, uning ichidan bir hara chiqib keldi. Asli ana hara bu g'o'zak yangi vaqtida uningga tuxum tug'ib qo'ygan ekan. Shuning bilan hara lichinkisi haraga aylangandan keyin g'o'zak ichidagi qurutni yeb, cho'ng bo'lib, uningdan g'o'zakning sirtiga chiqqan ekan. Atisi yana bir g'o'zakmi yerilib, uningdan kepinakning bosh tarafi ko'rindi. Ondan kepinak orqa putlari bilan g'o'zakni ishtirib, o'zining butun badanini g'o'zak sirtiga ilib chiqdi. U qanotlarini tikka turg'izgandan keyin birdam ichib, birdam yepib, birdam ichib, birdam yepib qanotlarini harakatlantirdi. Amdi kepinak qanotlarini kengri ochdi-da, ko'kka ko'tarildi. U uçdi, yanama egiz uçdi. Dastlabki 38 tal tuxumdan eng oxirgi hisobda haqiqiy yetilgan kepinak faqat mushu bir tal edi. Kichik qizchaq ko'kka ko'tarilgan kepinakka qarab, "Qachonda kelsan qarshi olaman? O'ylamga kaptirg'in" deb tabassum bilan u kepinakni uzatib qo'ydi. Qanday kichik do'stlar, bu hikoya yaxshimikan? Biz yaxshi ko'radigan ash chiroyli kepinaklarning tuxumdan qanday chiqib, yana qaysi jarayonlardan keyin ondan biz yaxshi ko'radigan shunday chiroyli kepinakka aylanadiganligini bilib oldinglarmi? Undaqda bugungi hikoyamiz mush yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh.